Assalomu alaykum hammaga. Bir murojaat bilan chiqyapman. Instagramga tinmasdan reels ko'rish xotira pasayishi va fikrlar chalg'ishiga olib kelar ekan. Tinmasdan reels ko'rgan odamning xotirasi qisqa narsalarda keyin ozgina shakar qo'shiladi va shakar qo'shgandan keyin ozroq qaynab turishini shunaqa gaplar. Amerikaga ketgan tanishim shunday gapni aytib qoldi. O'zim ham qiziqib qoldim to'g'risi. Juda bir qiziq narsa ekan. Rostdan hamda nima uchun futbolga bitta to'p 22 ta odam ovora bo'lish kerak? Hozir bahormi o'zi? Mart oyi. Mart, avgust, noyabr bahor oylari hisoblanadi. Bahorda ana shunaqa gaplar xullas.